Tahorat olish tartibi qanday? Bismillahirrohmanirrohim. Tahorat qilmoqchi bo'lgan kishi niyat qilib bismillahni aytadi. Keyin quyidagi amallarni bajaradi. Qo'llarni bo'g'imigacha 3 marta yuvadi, barmoqlarni bir-birining orasiga kirgizadi. Og'zini 3 marta chayadi, birinchisida g'arg'ara qiladi. Burunni o'ng qo'l bilan suv olib, chap qo'l bilan qoqilib 3 marta yuvadi. Yuzni peshonasidan boshlab, iyagining ostigacha, yon tomonlardan esa quloqlarigacha 3 marta yuvadi. Avval o'ng qo'lni, keyin chap qo'lni tirsaklari bilan qo'shib 3 marta yuvadi. Ikki kaftiga suv olib to'kib tashlaydi va qo'llarining xo'li bilan boshiga bir marta masx tortadi. Masxni boshning oldi tomonidan orqaga qarab tortadi. Ko'rsatkich barmog'i bilan qulog'ining ichiga va bosh barmog'i bilan qulog'ining ustiga, kaftining orqa tomoni bilan bo'yinga masx tortadi. Avval o'ng oyog'ini, keyin chap oyog'ini to'piqlarini qo'shib, chap qo'li bilan 3 marta yuvadi. Tahoratni mana shu ketma-ketlikda orasiga boshqa amallarni qo'shmasdan bajaradi. Suvni isrof qilmasligi lozim. Tahoratning tartibi haqida Imom Abu Dovud payg'ambarimiz alayhisalomdan rivoyat qilgan hadisda bunday deyiladi. Amr ibn Shuayb otasidan, u kishi ham otasidan rivoyat qiladi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yonlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, tahorat qanday olinadi?" deb so'radi. U zot bir idishda tahorat suvi olib kelishni buyurdilar. Keyin kaftlarini, yuzlarini, bilaklarini 3 martadan yuvdilar. Boshlarini masx qildilar. Bosh barmoqlari bilan quloq orqasini, ko'rsatkich barmoqlari bilan quloq ichini masx qildilar. So'ngra oyoqlarini 3 martadan yuvdilar. Keyin tahorat shunday bo'ladi: kim bunga ziyoda qilsa yoki kamaytirsa, yomon ish va o'ziga zulm qilibdi yoki zulm va yomon ish qilibdi dedilar. Hadis sharifdagi yomon ish jumlasidan murod sunnatni tark qilish deganidir. Vallohu a'lam.